Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bu yil yozda jazirama issiq bo'ladimi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2026-yilda yoz beqaror va o'rtacha iliq ob-havo bilan boshlanadi, deb xabar berdi O'zgidromet. Prognozlarga ko'ra 1-3 iyun kunlari respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi asosan 15-20 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Keyinchalik oy o'rtalarida harorat kechalari 18-23 daraja bo'ladi. Kunduz kunlari 29-34 darajadan 34-39 darajagacha o'zgarib turadi. Shimol, janubda va cho'l hududlarda ayrim kunlarda 40-42 darajagacha issiq bo'ladi. Oyning birinchi yarmida ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu yilgi yoz ekstremal issiq bo'ladimi? Sinoptiklarga ko'ra, bu savolga javob berish oson emas. Amerika iqlim prognozlari markazining so'nggi byulleteniga ko'ra, 2026-yil may oyida El Nino hodisasi boshlanishining birinchi aniq belgilari. Tinch okeanida suv haroratining keskin ko'tarilishi qayd etildi. Bu esa sayyoramizda global havo haroratining keyingi oshishiga sabab bo'ladi. Hozirgi vaqtda barcha ilmiy tizimi neytral deb hisoblanadi. Ammo okeandagi suv harorati juda yuqori tezlikda ko'tarilmoqda. Bu dunyoning yetakchi mavsumiy prognozlash markazlari tomonidan 2026-yil yozi issiq bo'lishi prognozlari bilan bog'liqdir. Bu O'zbekiston uchun nimani anglatadi? O'zbekistonda yoz an'anaviy ravishda quruq va issiq bo'ladi. Bu O'rta Osiyo iqlimining o'ziga xos xususiyatidir. Bundan tashqari so'nggi 15 yil davomida yoz faslida o'rtacha harorat ko'tarilishining barqaror tendensiyasi kuzatilmoqda. Jahon prognoz markazlari hisob-kitoblariga asosan holda O'zgidrometning dastlabki baholashiga ko'ra, joriy yilda yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'lishi mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.